O'zbekiston Respublikasi Andijon shahri Ag'alar KVZ komandasi. Ey yigitlar, nimaga biz pasport ko'rsatyapmiz? Endi xalq bular noqonuniy o'tib deb kulmay qo'ymasin-da, qonuniy o'tdi mana. Kulavrilar, bizga ham kulavrilar. Assalomu alaykum, amma pochcha xola tog'alar qarshingizda Andijondan kelgan o'g'illar. Assalomu alaykum Qirg'iziston, biz keldik, yaxshimisiz? Sharmanda qilyapti. Vey, biz Qirg'izistondamiz. Bu Qirg'iziston teatri. Shuning uchun faqat qirg'iz tilida gaplashish kerak. Qirg'iz tilida gapirishimiz kerak. Sahnada qirg'iz tilini biladiganlar bormi? Qirg'iz tilini bilasanmi? Sen bilasanmi? Sen bilasan? Sen bilasan? Sen qirg'iz tilini bilasan? Sen qirg'iz tilini bilasan? Qadraga bilasizmi? Bilaman. Bilar ekan, mana bilar ekan bitta bor ekan. Mayli, bolalar, bitta aka ideyada hozir. Biz o'zbekcha gapiramiz, ayrimlar tushunmashi mumkin. Baribir bekarchisiz. Shu biz gapiramiz, tarjima qilib turasiz. Perevod qilib turasiz, perevod. Perevod. Assalomu alaykum, mehri baland, obro'yi baland, qadri baland, bir so'z bilan aytganda mendan bo'yi baland qizlar. Salom. Assalomu alaykum, meni erim yo'q deb, meni to'yim bo'lmayapti deb, menga sovchi kelmayapti deb diqqat bo'lib yurgan qizlar. Siqilmanglar, qarisi bor edi, parisi bo'ladi, bosinglar. Salom. Assalomu alaykum, bo'ydoli joniga tegib, dadasini kalishiga sabzi solaverib xit bo'lib ketib, oxiri dadasi tushunmagandan keyin achchig'idan shart turibni olib, dadasini oldiga dumalatib borib, dada ana turib ketyapti degan bolalar. Salom. Bolalar, muxlislar bilan to'rt-qator qisqa salomlashish kerak-da. Assalomu alaykum, qaddi qomat kelishgan, kiyimlari yarashgan, ko'cha-ko'yda tentirab ketsa, undan bundan sigaretni nos so'rab, hech narsadan qo'rqmaydigan, abes kecha uxlaydigan, ular sayin dangasa ish bo'lmasa, osh bo'lsa, deydigan, yeydigan, ziyofatda qolmaydigan, qizlar o'sa gap otib ichib olib, yo'lda yotib, olifday mard bo'lgan, bo'yicha qarz bo'lgan yigitlar. Assalomu alaykum. Men senlarga aytdim-ku, bular qirg'izchani yaxshi biladi deyishasan. Bu salomdan boshqa narsani bilmaydi ekan. Hey, og'alar jamoasi xalqaro maydonda o'ynayapti. Mana Qirg'iziston teatridamizmi? Endi sizlarga savol. Nima uchun O'zbekistonda shuncha qurama jamoalar bo'la turib, aynan biz chaqirildik, bilasizlarmi? Nima uchun? Chunki bizlar kuchlimiz. Bizlar birdammiz. Bizlar quvnoqmiz. Bizlar chempionmiz. Hurmatli muxlislar, to'g'risini aytsak, O'shga Andijon yaqin, shunga keldik-da. Bor yo'qol. Yo'qol. Farod, davom etamiz. Endi asosiy maqsadni aytamiz. Biz Qirg'izistonga nima uchun keldik? Nima uchun? Biz mas'uliyatli bo'lish uchun keldik. Yutish uchun keldik. Biz chempion bo'lish uchun keldik. Hurmatli muxlislar, to'g'risini aytsak, arzon kiyimlar olgani keldik. Davom etamiz. Eng to'g'risini aytaman. Hamma jiddiy bo'lsin. Prosta aylanish uchun keldik. Maza qilib yurish uchun keldik. Arzon kiyimlar olgani keldik. Hurmatli muxlislar, to'g'ri aytibdi, qarshi chalinglar. Xo'pda. Yigitlar, bitta savol beraman. Qirg'izistondan deb turasizlar. Ho'p bo'ladi. Mana misol uchun Qadir Jarmatov Qirg'izistondan. Yaxshi mashinalar. Qirg'izistondan. Turetskiy kiyimlar. Qirg'izistondan. Qarang, kiyim turetskiy lekin Qirg'izistondan. Gollandskiy sigirlar. Qirg'izistondan. Qarang, sigir gollandskiy lekin Qirg'izistondan. Lionel Messi Qirg'izistondan. Cristiano Ronaldo
Bular bittasi ham Qirg'izistondan emas-ku? Oy, kalla ilishlar hozir qayerda turibsan? Qirg'izistonda. Muxlislar qayerlik? Qirg'izistonda. Demak, Qirg'izistonda. Bolalar, bitta narsani bildim. Shu Qadir Jirmatov bilan mana hozir ichib ketgan. Ha. Shu Qadir Jirmatov bilan ana Bishkek komandasini tili bir ekan. Qanaqasiga? Shu qirg'iz tili ekan. Ey, Qirg'iziston teatridami? Xalqaro maydondami? Ana endi O'zbekistondagi boshqa raqib jamoalarda oldida yuzimiz yorug'. Nimaga? Mana shuncha svetlar tushib turibdi betonga. Qaranglar. Bu insonga qaranglar. Boshlovchi Qadir Jarmatov. Ey, qaranglar. Buyuk so'z ustasi Jenish Ayitov. Qarsak bo'lsin, qarsak. Har shay bo'lsin. Ya. Ya, kimni ko'ryapman? Ya, kimni ko'ryapman? Kimni ko'ryapman? Kimni ko'ryapman? Voy tavba, kimni ko'ryapman? Shu yerda ham kimni ko'ryapman? Kimni ko'ryapman? Anang qarang, kimni ko'ryapman? Kimni ko'ryapman? Kimni ko'ryapman? Jinnimisan, senlar ko'rmagan, men qayerdan ko'raman? Ey, ho! Tanishmayapsan? Yo'q. Zo'r TVda chiqsa, MTVda chiqsa, Semli My5 Navoda chiqsa, tanimadingmi? Yo'q. Qadir Jarmatov tanishdingmi? Tanidik. Shu O'zbekistondagi Qadir Jarmatov shu. Xullas kalom, o'zi bilan O'zbekistondan bitta hakam olib kelganini hech kimga aytmaydigan og'alar jamoasi biz. Ketdik! Gonna burn the fire. Bunaqasi bo'lmagan. Yana bir bor assalomu alaykum Qirg'iziston. Hurmatli azizlar, Ulan Tavus Uyday Jalg'iz filmi bizda tortilsa qanday bo'ladi? Qarangiz. Eje? Apa? Uydamisizlar? Yana tashlab ketdinglar. Alo? Nargiz? Uyda hech kim yo'q ekan, kelover. Azizlar, Ulan Tavus yotoqxonada och qolgan studentlarning meyiga tomosha qiling. Tinchlikmi unaqa emas eding-ku? Qonim ochib ketyapti. Yaxshimisan? Buningcha qo'ling yumshoq. Bir narsa yesang, keyin qattiqda bu qo'l. Kel. O'tir. Voy! Voy. Buncha qattiq. Stolda paxtasi bor. Buni Menda sesenki. paxta yo'q. Menga qara. Ha, Ovqatlanishga bu narsa bormi? bormi? Jinnimisan? Yo'q, Voy, qonim ochib ketdi. Tasavvur qilgin. Kichkina kulcha bo'lsa yegani, kichkina. Kattaroq bo'lsin, men ham o'yla. Kattagina kulcha bo'lsa, issiq bo'lsa, piyozli bo'lsa. Oh, mani ikkitadan go'shi bor. Voy. Qanaqa totib. Voy, shirinligiga qara. Maza emasmi? Maza. Bitta men tishlaridim, bitta sen tishlaridim. Ha, rahmat. Bitta men tishlaridim, yana bitta men tishlaridim. Maza. Nima sen ikkita tishlab olyapsan? Nima vaqti non katta-yu? Nima ikkita tishlab olyapsan deyapman? Non yo'g'i jinni. Nima tashavording qani nonni? Azizlar, Ulan Tavus bizda sizlar dishi ko'rinish fantaziyasi yo'q. Apa, jamoa qaysa qanday bo'lar? Qarangiz.
Bolalarim, soat ham 11 bo'pti. Men kiringlarni yuvib yotaman. Sizlar ham uxlanglar, xo'p? Oyijon, Xo'p. bitta chiroyli qilib ertaga aytib bering. Ertak. Ertak bilmasdim-da endi ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Tasavvur qilish qabriston. Qabirg'i. İçinden pak etib vampir chiqib ketdi. Tasavvur qilishyapsan? Hamma yoq qon. Bu yoqda qo'llar, uzilgan oyoqlar, tepada sharpalar. Yaxshidami bolam? Opamlar chiqib ketdilarmi? Yomon qo'rqinchli ertaga aytadi-da. Ana ko'rishdingmi, bolalarim mana shuncha apang bilan yotmayman deb kelishasiz ekan. Biz chiqishlarimiz so'ngida bir to'rt qatorli she'r bilan tugatmoqchimiz. Qadir Jarmatov. Hozir shu she'rni ham tushunmasa, shuni tarjima qilib berasiz. Aka, qisqaroq bo'lsa vaqt oz qolyapti. To'rt qator. Niyatimizni aytaylik, maqsadimizga qaytaylik. Boshimizni qashlaymiz. Xuniyroq bo'lsa ham sichqonlardan boshlaymiz. Bu dunyoda sichqon yog'ochni, teshikni o'yadi. Inson faqat ovqatga, pulga to'yadi. Sichqon faqat temirni o'ymaydi. Inson faqat diydorga to'ymaydi. Siz ham bir kunda bir qiling bir fikr. Siz bilan bizni diydor ko'rsatganiga shukr. Xullas, amin, omon bo'lsin. Bundan yaxshi zamon bo'lsin. Ko'zlarda nam bo'lmasin, yuraklar g'am bo'lmasin. Musobaqalar bo'laversin, bizga omad kularsin. Bizga omad kularsin. Payg'ambarning oshini bersin, halol pokiza oshini bersin. Har doim omadli bo'lsin. Alpomish qomatli bo'lsin, urug'li aymoli bo'lsin, sigirlar qaymoli bo'lsin. Tovuq tuxumini bossin, semiz qizlar oshsin. Eshitdingmi, og'alar? Ham pochoy tog'alar, ertalab sahar turmanglar. Xotininglarni urmanglar. Abituriyentlar talaba bo'lsin, mag'lubiyatlar g'alaba bo'lsin. Uyda doim gul bo'lsin, sandig'i to'la pul bo'lsin. Har yigitning mashinasi bo'lsin, benzin zapravkadan oshnasi bo'lsin. Yomondan adashtirsin Xudoyim, yaxshiga tutarsin Xudoyim. Tilagimiz baxtli bo'ylar, har doim taxtli bo'ylar. Yeganingiz Andijoncha, Toshkentcha, Farg'onacha, O'zbekistoncha, Qirg'izistoncha osh bo'lsin. Yelkangiz tepasida normalniy bosh bo'lsin. Mo'ylovli qizlar bo'lmasin, bo'lsa ham mo'ylovni olmasin. O'zbekiston, Qirg'iziston tilim desa, tili joni dilim desa, el farovon bo'lsin desa, baxt iqboling kulsin desa, bitta chiroyli qarsak chalsa, hayoli surishdan, oyog'i yurishdan, labi kulishdan, eng muhimi yurak urishdan to'xtamasin deya qarshingizda Andijondan kelgan O'g'alar jamoasi. Rahmat. Ağalar KVZ komandası KVZ'nın yetekçiliğine razıçılığını bildiredi. Bir qol çağып qo'yingizlar.